20-misolda x qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping deyapti. Bunda birinchi kichkina uchburchakdan olsak, o'nlab xo'sh, 2 dan katta bo'ladi x, kichkina bo'ladi 8 dan. Endi kattasiga oladigan bo'lsak, 1 dan katta bo'ladi x, kichkina bo'ladi 17 dan. Bunisida x qabul qilish degan shunaqa ekan savoli. Pastda 1 dan katta x, kichkina uchburchak hozir. Kichkina 5 dan. Endi ikkinchisiga 2 dan katta x, kichik bo'ladi 12 dan. Endi 22-misolda bu to'rtburchak uni chiziq tushirib olamiz tomondan. Chiziq tushirib oladigan bo'lsak, bu yerda a deb turamiz. Endi birinchi a da qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni topib olamiz. Xo'sh, topib oladigan bo'lsak, 1 dan katta bo'ladi a, kichkina bo'ladi 17 dan. Xo'sh, x qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping. Aga eng katta qiymatini qo'yib ko'ramiz, misol 16 ni. 16 ni qo'yadigan bo'lsak, 6 dan katta bo'ladi x, kichkina bo'ladi 26 dan. Yo'q, buni boshqa yo'li bor. Qiymatini qo'ymaymizmi a ga? Qiymatini qo'ymasdan ishlaymiz endi bu yerda. 10 minusdan x kichik bo'ladi a dan. A kichik bo'ladi 10 plusdan x dan. Endi bitta a o'rniga 12 ni qo'yadigan bo'lsak, 10 minusdan x kichik 17 dan, katta minus 17 dan bo'lishi kerak. Bitta endi 10 ni bag'iga olib o'tsak, minus 27 dan katta minus x, kichik 7 dan. Endi minusga bo'lib oladigan bo'lsak, minus 7 dan x katta bo'ladi, kichkina bo'ladi 27 dan. X 0 dan ham katta bo'lishi kerak. Javob shu yerda 0 dan 27 gacha bo'ladi.